Assalomu alaykum. Marhamat, keling. Toshkentdagi 92 kvadratlik kvartiramiz. Toshkentning markazdagi ko'chalarida joylashgan JK juda bir ajoyib. O'zimga ham juda bir yoqadi. Lokatsiyasi ham, remontimiz ham o'zimga yoqdi. Bu dizayn proyekt asosida qilingan. Mana kirganda eshigimizdan mana shunaqa kattagina koridorimiz bor, holga o'xshagan. Bu yerda bizlar polностью mebellarni qilib berdik. Mana bu garderobli, bu tagida oyoq kiyimini shunday yechib, shunday pastga qo'yib qo'yadi. Bo'ldi. Kirganda o'ng qo'lda pufigimiz bor. O'ziga qaraydigan juda bir ajoyib oyna qo'yib qo'yganmiz. Uni pasvetkalari bor. O'chirasan, yoqasan, chiqayotganingda uyda o'zingga qarab sekin chiqib ketasan. Xo'p, kirganda o'ng qo'lda общий санузел. Bu yerda bitta санузел bor, ikkita spalna va bitta общий zal, kuxnya bitta qilingan. Sanuzelga kirganda mashinkani to'rda qo'yganmiz. Kirganda kattagina oynamiz bor. Akriloviy tosh qilib turib, katta bir stol qilib, skripti montajdagi chiroyli bir santexnikamiz. Kirganda o'ng qo'lda dushvoy kabinka, o'zimiz hammasini yasaganmiz. Chiroyli bir dizaynda chiqqan arnatonli patologlariga ham ikki xil chiroq berib turib, bu yerda pasvetkali juda katta oyna qo'yib berganmiz. Yana bitta spalnani ko'rsatamiz. Eshiklarimiz rossiyskiy, pod zakaz olib kelingan plintuslari bilan birga. Kirganda bu spalna turibdi bu yerda. Kravat, ikkita tumbalari bilan, ajoyib bir biralari bilan mana shunaqa parda qo'ydik, yaqinda tugatdik bu remontni ham. Ozgina detallari qolgan, mana shu mebel bo'yicha общий kuxnyada o'tiradigan stol-stullari, mягкий zonada qo'yiladigan divanlari. Hozir klientni kutyapmiz, kelishlarini kelsalar birga borib tanlamoqchimiz. Mebel bo'yicha savollar ko'payadi. O'zbekistonniki bor, Italiya bor, Turkiya bor. Endi puliga qarab, sifatiga qarab, ko'rinishlari почти bir xil hammasi. Shuning uchun bunaqa nozik ishlarga mijozlar bilan o'zi bilan bozorga chiqib yoki magazinlarga borib turib birgalikda tanlashimiz qulayroq. Bu yerda ham mana chiroyli bir tualetni stolik, kattagina oynasi, televizor qo'yadigan joylari, chiroyli bir polkalari bor. Ko'rishingiz mumkin, juda bir ajoyib chiqqan. Kravat tomonda bambukli panellarni ishlatganmiz. Ikki xil svet qilib, hammasi dizayn asosida birga bir chiqqan. Bu garderoblarni ko'rishingiz mumkin. Kattagina shkaflari juda ajoyib. Bu yerda ham yana bir hamkorimiz mebelchilarimiz ishlagan, juda ajoyib, chiroyli, juda sifatli mebellar qilingan. Hop, yuring endi boshqa xonaga o'tamiz. Keyingi xonani ham ko'rsatamiz. Yana bitta spalnamiz bor. Keling, bu spalnadan ham chiroyli. Menga mana shunisi ko'proq yoqadi. Svetlari, pasvetkalarga ahamiyat bersangiz juda yorug'gina. Kravatlar o'zi tayyor, tumbalari qo'yilgan. Tualetni stoliklarini qo'yganmiz. Televizori qoldi, 3-4 ta narsalari qoldi. Buni ham yaqinda klientga tayyorlab, tozalab, klining qilib, hamma joyini supurib tozalab qo'yganmiz. Yaqinda topshiradigan kvartira bu ham. Mijozni o'zini kutyapmiz. Pardalarigacha hammasini chiroyli qilib tayyorlab qo'yganmiz. Shkoflarni ko'rsangiz, patologgacha juda Madera stilida qilingan, minimalizm. Menga o'zimga ham juda yoqdi bu kvartira. Har bir kvartiramiz o'zgacha. Bittasi neoklassik, bittasi minimalizm. Hammasi chiroyli bir-biridan. Bralarni qarang. Ajoyib. Brani nimasi o'zi bu tomonga aylantirsa ham bo'ladi buni. Xohlasa bu tomonga, xohlasa bu tomonga. Har bir stiklanli shkoflarimizning ichi pasvetkali. Tepalariga katta shkaflari bor. G'aladonlari bor, bilyolar uchun. Oynalarni qarang, patologgacha. 3 metrli oynadan yasalgan hammasi. Keling, endi zal qismini ko'rsataman. Zal studiyniy kuxnyada. Mana bu yerda eshiklarni polностью olib tashlab turib, koridordan kirgan joyini kattaroq qilib qo'yganmiz. Vizualda katta ko'rinishi uchun. Mana bu yerda divanli zonamiz bor. Mana bunday divan turadi. Bu tomonida televizor. Bu kuxnyamiz. Bu yerda astrovok bor edi, dizayn bo'yicha. Bu astrovokni qo'ymadik, maslahatimizni berdik. Bu astrovok bu yerda ko'p joyni oladi, keyin odamlar o'tirishga qiynaladi. Shuning uchun bitta chiroyli stol qo'yib turib, 6 tali stulchiklarni terib qo'ysa, yanada go'zal. Ranglariga ahamiyat bering. Ko'zni og'ritmaydigan, spokойni
Mana bu oq emas bu. O'zi kamerada oq ko'rinishi mumkin. Ozgina pepelniroq svet bo'lgan bu yerda patologlarga ahamiyat bering. Hammasida pasvetkasi, hammasi joy-joyida turibdi. Bu yerda ham bitovoy texnikalarimiz hammasi Hoffmandan qilingan. Ajoyib, bu yerda ham skrytli xolodilnik mana. Juda tez gapirmayapmanmi? Xolodilniklarimizni ko'ring, mana skrytli hammasi chiroyli turibdi. Havo o'tkazadigan joylarni hammasini chiroyli qilib qo'yganmiz. Stoleshnisalarni qarang buni. Naqadar go'zal, ajoyib, chiroyli. Bu yerda kacholimiz bor. Kachol qismini shu yerga yiqqanmiz. Mana kachol qismini ko'rishingiz mumkin. Chiroyli mebel bilan hamma joyni apishka qilib, chiroyli qilib qo'yganmiz. Bu yerda mana pardasini ochsa, Toshkentda bu tomoni ko'rinadi. Mana Toshkent qurilmoqda. 6-etajda joylashgan kvartira 92 kvadrat. Toshkentning markazida ham yashashga ham investitsiyaga ham tayyor joy. Hurmatli kuzatuvchilarimiz, bu kvartiramiz 92 kvadratdan iborat. Bu kvartiramizga mebellari, stroyniy mebel hammasi qo'yilgan. Divan, yotoqxonasi hammasi shkaflarigacha tayyor bo'lgan. Devorlari, pasvetkalari, lustralarigacha hammasini qilib qo'yganmiz. Sanuzillari tayyor. Faqat mana shu yerda mягкий mebel yo'q, 3 ta televizorimiz yo'q, mana bu yerda stol stulimiz yo'q. Shu darajaga kelguncha bu yerga 92 kvadratga bugungi kungacha $40,000 xarajat bo'lgan. O'rtacha где-то $400 to'g'ri kelyapti 1 kvadrat metri. Nima deysizlar? Arziydimi yo'qmi bu remontga? Baho berasizlar? Like bosing, bizlarni kuzatib boring. Rahmat.